Yangi chaqaloqning dunyoga kelishi uning yaqinlariga olam quvonch va xursandchilik olib keladi. Agar bu hodisa to'satdan yo'lda sodir bo'lsa, uning hayajoni 2 karra oshadi. Poytaxtimizda shunday holat sodir bo'ldi. Taksida kelayotgan ayolning ko'zi yoridi. Buxorolik Farhod Fattoyev uchun bu kun odatdagidek boshlandi. Toshkentda ishlab yurgan Yandex taksi xizmatidan buyurtma qabul qilib, ko'rsatilgan manzilga yo'l oldi. Yetib borishdan oldin unga telefon qilgan mijoz tezlikni oshirishni so'ragan va homilador ayolni shifoxonaga zudlik bilan olib borish kerakligini tushuntirgan. Bu holat qahramonimizni xavotirga solmadi, chunki u 14 yillik katta haydovchilik tajribasiga ega. Bundan tashqari uning o'zida ham 5 nafar farzandi bor. O'sha kuni Yandexdan zakaz kelib tushdi. Birinchi radom belgilangan ekan. Harakatlanish boshlagandan keyin 5 minut 6 minutdan keyin o'zim chaqaloqning ovozini eshityapman. Qaynonalari chaqaloqni ushlab o'rganlar sog'lom olib borishga harakat qilib tez harakatlanish boshladim. Qaysi radom yaqinrog'ini so'radim ulardan. 3-radom yaqin dedilar. Soppa-sog' yetkardik. Doktorlar ham chiqib olib kirdilar. Tirbandlik tufayli harakatlanish biroz qiyin bo'ldi. Vaqt yo'qotmaslik uchun Farhod aka yo'l patrul xizmatiga murojaat qildi. Ular darhol mashinani kuzatib qo'yishdi. Jonkuyar haydovchi tezda ona va chaqaloqni shifoxonaga olib bordi. Chaqaloqning qarindoshlari unga shunday muhim va hayajonli damlarda ko'makchi bo'lganligi uchun minnatdorchilik bildirishdi. Yandex xizmati ham uni harakatlari uchun rahmat aytdi.